mening tanishim yo'q narigi dunyoda, baribir jannatga tushmaymiz jonim degan she'ri bor. Inson hayotini shunaqa tasavvur qilamanki, bir kun boradi va savol javoblar berilganda men umidim ham va mani shu oxirgi payt shu to'xtamga kelib qolgan joyim ham borda. Baribir o'qilgan qancha-muncha narsa. Juda bo'lmasa ham baribir o'qilgan va ular qanaqadir insonga xulosa beradi. Deyarli hamma u dunyo haqida gapirilgan manbalarda katta amallar unaqa e'tirof etilmaydi. Ya'ni bir odam keldi, umri davomida saxiylik qilgan, qilmagan ish qolmagan, lekin sen hammasini riyo bilan qilgansanda, yo'q, bu yoqqa o't. Bittasi keldi, juda ko'p amallar qilganda, lekin sen buni hammasini meni maqtashlari uchun qilgansan. Ya'ni o'zingni maqtashlari uchun qilgansan, shuning uchun qabul bo'lmadi degan ko'p men o'qigan manbalarda. Va parallelida keladida bir odam o'lib ketadi, uni farzandi tushida ko'radi, ulug' zotlardan birida. Ota qanaqa bo'ldi? Savol javob desa, bilasanmi deydi. O'zi ota qilgan ishlariga inson bardosh bera olmaydi. Qilgan ishlari u ariq ham kovlagan, maktab ham qurgan, madrasa ham ochgan, hamma yaxshilikni dunyoda qilib bo'lgan odam hech narsam qabul bo'lmadi deydi-da. Va oxirida bo'ldi, hech narsam yo'q deganda, esingdami? Mana shu esingdami degan so'z menga juda qattiq ta'sir qilgan bo'lib qo'ygan oxirida. Xudoy taoloni esingdami degan so'zi, demak tasavvur qiling, o'sha kunda turibdi odam, hamma narsani maksimum eslashga urinadi, eslab oladi. Xayolda bor narsalarni eslab chiqargandan keyin bo'ldi, hech narsam qolmadi degandan keyin esingdami degan narsa, demak insonni rostdan eslatib ketgan narsa bo'ladi. Rostdan eslatib ketmagan bo'lsa, u kunda, og'ir kunda inson, men o'zim og'ir kunlarni ko'rganman, oddiy hayotdagi og'ir kunlarda inson qanaqa narsalarni eslab oladi. Masalan, avariyani aytishadi ko'pincha, millisekund ichida nimalar o'tib ketadi odam xayolida, to'g'rimi? Hamma narsa o'tib ketadi. Buni hech kim tushunmaydi hozir. Hali anaqasi ham yo'q, yechimi ham yo'q. Inson hayotini ko'rib zahirada ham qoladi ozgina vaqtida, o'sha millisekund ichida. Shunaqa paytda esingdami degan savolda banda bundoq qaraydida, nima deydi? Qop-qorong'i kunda ketayotgan edim, misol uchun bir tosh surib qo'ydik. Yoki bir chumolini shuna shu ham Xudo bandasi-ku deb turib bosishi mumkin bo'lgan joyda bosmadi. Kichkina amallar. Shuni qiluvding-ku, esingdan bo'lsa, ha deydi banda. O'sha paytda shuning uchun seni kechirdim degan ko'p keladi. Menga nima formulani beradi? Insonni bu dunyoda yashash hayotida qutqarib qoladigan narsasi esidan chiqib ketadigan darajadagi yaxshiligi. Har birimizning o'zimizning sababimiz bor, yashayotganligimizning sababi bor. Siz o'ylab ko'rgansiz bu haqida? Siz nima uchun yashayapsiz? Siz nima uchun tiriksiz? Siz nima uchun kelgansiz bu dunyoga? Sizning sababingiz nima? Endi meni sababim va umuman barcha insonlarning sababi bitta o'zi. Aslida o'sha o'zlikni tanib, o'zlikni tanitgan zotni tanish. Muhammad Yusuf bir she'ri bor. Qushdaymiz jonim, mening tanishim yo'q narigi dunyoda, baribir jannatga tushmaymiz jonim degan she'ri bor. Bu men o'ylaymanki Muhammad Yusuf shundoq qalam tebratmagan. Nimanda shu. Men shu joyda bitta narsani kashf qilganman, she'r o'qib turibman. Inson sifatida yozgan odamni taqdiri sifatida sal achinishingiz mumkin. Unaqa demasligi kerak deysiz. Lekin umumiy formulada to'g'ri gap. Mening tanishim yo'q narigi dunyoda, baribir jannatga tushmayman. Demak, insonni tanishi bo'lmasa jannatga tushmaydi. Tanish degan so'z menga tanish tuyuldi va Xudoni tanish degan narsa chiqib keldi. O'zi bilgan bilmaganmi bir kashf qilib yozib qo'ygan. O'sha so'z iste'molida haqiqatdan ham tanish bo'lmasa inson yaxshi joyga tusha olmasligi ehtimoli bor.